Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolu izlanish programmamizning 35-soniga xush keldinglar. Bugun biz ozroq technical problem masala tufaylidan bu programmamiz ozroq kechikdi. Hammanglardan uzr so'raymiz. Bugun biz Yoshlar sadosi degan temada Sharqiy Turkiston surgun hukumati muavin bosh ministr, undan keyin Fransiya Uyg'ur birligi raisi Mirqadir Mirzat efendimni bu programmamizga taklif qildik. Suhbatimizga hoş geldiniz. Ve aleyküm assalam. Jur'atek qanday ahvolingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Turaldagi bu programmani ko'rayotgan barliq aziz qarindoshlar, vatandoshlar, hammalaring hozir vaqtda xayrli bo'lsin. Rahmat. Bugun Analar bayrami ekan. Oldi bilan aziz qadrlik ulug' onalarningki Analar bayrami muborak bo'lsin. Vatandagi zulm chekayotgan onalarningmi Analar bayramiga muborak bo'lsin. Analarning izzat hurmatini, ayollarning qadr qimmatini asrash har bir erkakningki majburiyati. Oldi bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligi bizning birdan-bir chiqish yo'limiz. Aql egisi uchun uni talashib o'tirish behojat. Ammo mustaqillik hech zamon quruq gap so'z bilan maydon kelmaydi. U necha avlod insonlarning izchil tirishishi, izchilligi, samimiyati va to'kkan qon bergan badalga, jon badalga keladi. Sharqiy Turkiston surgun hukumati har zaman amaliy ish harakati bilan xalqning kutgan umidini oqlashni nishon qilib kelyotdi. Jumladan yoshlarga alohida e'tibor berib, vatansuyar qobiliyatli yoshlarga cho'ng fursatlarni yaratib beryapti. Buningki tipik misoli Salih Xudoyor, hammamiz bilamiz. Salih Xudoyorning qilgan ishlarini, qo'lga keltirilgan natijalarini. Uning sizmi bizniki programmamizda, oldingi necha qitimli programmamizda yoshlar chiqib intervyu verdi, ularni ko'rdik, nayt qobiliyatli yaxshi yoshlar bor. Bugun mana biz qaytadan chaqnayotgan bizningki hukumatimizning va Fransiya yoshlar birligininki raisi Mirqadir efendimni bu programmamizda taklif qildik. Siz o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Men oldi bilan bugungi shu Analar bayrami kunimizni tabriklayman. Barliq vatan ichi va vatan sirtida yashayotgan barliq onalarningki Analar bayraminglar muborak bo'lsin. Amsa gapni boshlab ketdilar. Meni Fransiyadagi asosiyatdan nimadan tunay deb o'ylayman. Endi chet elliklar ancha bilib ketmasligi mumkin. Men 1988-yilda Ma'rif oilasida dunyoga ko'z ochdim. Ikki o'qituvchining puchqig'a. Bu yil mana Alloh xolisa 35 yosh, 36 yosh qarab bo'ldim. Fransiyaga kelganimga 16 yil bo'ldi. Fransiyaga kelib o'zimizning o'qishlarni o'qib, bu chaqlarda Xitoy pasporti bilan Fransiyaga asosiyatdan ko'plarimiz o'quvchilik salohiyyatimizdan chiqqan. Shu 2017 va 2018ning oldiga kelguncha hammamiz asosiyatdan Xitoy pasporti bilan o'quvchilikda yashab, shu vaqtda hech qanday bir siyosiy faoliyatlarga aralashmay turib, hamshada o'zimizningki odatdagi jamoat faoliyatimiz va o'quvchilik salohiyyatimizda yashagan. Va 2018dan boshlab mishadagi nurg'un yoshlar Salih Xudoyorningki uyg'onish chaqiriqi va shu milliy uyg'onish harakatining boshlanishi bilan nurg'unlarimiz shu vaqtda uyg'ongan bo'ldik va shu vaqtdan boshlab mana bugunga qadar o'zimizningki har xil tipdagi xizmatlarimizni qildik. Endi men shu hozir Fransiya Uyg'ur birligi tashkilotininki raisi, bu qatimliq raisi, oldin qarorda muavin raisi bo'lib, shu 2018-yili tunji qatim da'voga qadam olgan vaqtimda shu vaqtda to'xtab turinglar, da'voga yoshlar kerak degan narsani ko'rib va biz o'quvchi bo'lgan vaqtlarimizda endi fransuz tili pek muhim bo'lganligi uchun fransuz tilidagi alohidligimni ko'z tutib turib, mishadagi qarindoshlarimizdan birlashib tashkillanib tashkilot qurildi. Shu qurilgandan keyin undan keyin bugungi kunga qadar qilgan xizmatlarning sababidan shu o'ringa chiqishga turtki ko'p qildim. Biz endi mushunchalik tushundirak, qolgan amaliy ishimizda bildiramiz inshaalloh. Demak, siz hozir Fransiya Uyg'ur birligininki raisi. Ha, to'g'ri. Undaqda bu qatim sizlar bir namoyish qildinglarmi shu Xi Jinpingninki Fransiyaga kelish munosabati bilan? Bu namoyish nihoyatda g'alabalik bo'ldi. Fransiya Uyg'ur birligi qildi sizningki riyosatchiligingizda. Bu to'g'riliq bir tafsili so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bu Xi Jinpingninki kelish nimasi vakillar o'zgarib ketdi shu vaqtda bu qatim bo'lib.
maxfiy tutdik. Biz 3-nji aýda habar aldyk. 3-nji aýda habar aldyk. Degan habardan şu wagtymyzda taýýarlyk başlanýar. Başlap gaýsy gün tilgalykny bilenmegenligimiz üçin bäzän kysym oýlaşman kyryndalyklar boldy. Bugün bu hakykatyn bu Xitaynyňki başlyklary bilen kelgen wagtda özümizi gaçagyny çokum çykyp elişimiz gerek dep öýdümiz. Bu işe birden bir işimiz, ondan köp başga işlerni kılamayız. Şondan 3-nji aýdan başlap taýýarlyk kılışga başladyk, aktyryşga başladyk. Aň ahyrda şu 5-nji aýdynky 6 we 7-nji güni Fransiýada resmi ziyaretde buldyganlygy aşkarlandy. Aň ahyrky minut sekundlarda aşkarlandy bu narsa. Ha, Bu bolan 5-nji aýyň 5-nji güni Ýewropa Uýgur Universiteti bir meýdan namoýiş orlaşdyrdy, debatlar bir meýdan namoýiş orlaşdyrdy. Biz ondan 6-njy we 7-nji güni 2 günde hem demiş Fransiýada bolgandan kin Parisde buldyk okşaý dep 6 we 7-nji 2 günge biz namoýişçi orlaşdyryş aldyk. Elip 6-njy güni orlaşdyryp bolgandan kiýin, ondan kin 7-nji güni buniki başga şäherge gitdiganlygyny anlap 7-nji gündikisini buny biz ýok goýup fakat 6-njy güni namoýiş ötküzgen boldyk. Namoýiş kılça kadam çykdymy? Bizninki köýgen videoda hely dagdylyk namoýiş boldy dep ýokdy. Namoýişga Fransiýadaki bizning hem teşkilatymyzni abaytyn bir düşündürüşni unutup gapdym. Hem teşkilatymız muşu karar ýeňilengandan kin 2019-njy ýyly kurulyp we 2024-nji ýyly 2-nji aýda muşu ýeňilengandan kin biz resmi teşkilat sistemasyna düşdükçü äzalar teşkillendigan. Şunda bolgandan kin bizning teşkilat äzalarymyzdan hemisi geldi. Biz şoňa hoş boldyk. Teşkilatymyzda 50 ýakyn hesap teşkilat äzasy bar. 14 äýetlik bar. Şu äýetlikleriniň içinden kemmelerimiz hesapda hyzmat sebäbinden ruhsat sorap kelmedi, emma kalan toluq kelalaydigan fursat bar. Her qanday kyrynçymyz geldi. Bunun aýyt hoş boldyk. Ondan kin narxyn medialar geldi. Ýa-da nurgun medialarda bizninki bu qytymlyk awazymyzy anlatgan boldy. Äň çoň hoş bolganymyz bir mezgil bolgan Şerq Türkistan degen ism medialaryň agzyndan çykyp galyp turýatdy. Ama muşkymlyk bizninki namoýişlerimizden kin Şerq Türkistan ismi, yani döwletimizning ismi, muş besilengan zymynyň ismi gaýta tekrar medialaryň agzyga çykyşga başlady. Biz bundan aýyt hoş boldyk. Bu sizler bu Uygur Birligine aýyt ýaxşy muntazam başgarypsizler. 50 neçe adam bar, asasen hemmisi direk geldi digen bu aýyt ýaxşy netije. Çünki hazır şunda esil ýaxşy namoýiş bolsumy insanlarımızdan çıktığını görmeyimiz. Bu sizge mübarek olsun. Sizlerniki bu nimege? Teşkilatlarga mübarek olsun. Aýyt ýaxşy netije golup keltiripsizler. Rahmet. Biz hem de biz neymiş magipans bülüte. Mişek bir narsany goşup koýdy. Çünki biz başta 2019-njy ýyly teşkillengen wagtymyzda bizim şehdeki ýaşlar we çoňlarnyňki birleşişi bilen turup biz bir jamaat saýlamy ötküzdik. Jamaat saýlamy ötküzilip bolgandan kin pek ümitsizlik bir iş yüz berdi. U bolsumy teşkilatnyňki saýlangan teşkilat rehberleri bilen jamaat fakat bizlerning keýninglarda bar degen şuar bilen teşkilatnyňki rehberleri ýalgyz kiriş ähwaly yüz berdi. Yani teşkilat rehberleri fakatla arwyn tatydygan atga okşap kaldy, emma arwynyň içinde bizni gollap kamçylap maňdygan insan kalmay kaldy. Biz şunda galat gep kalgandan kin 2024-nji ýyly kelgen wagtymyzda muş teşkilatnyňki 4-5 ýyllyk rehberligini kılgan bizden bir grup vardı. Şu grup bilen meseleleş arkalıp biz teşkili aletke geleyli. Cemaatin ayırıp, cemaatin hizmetini kılmamız, onu kılmayımız emez. Çünkü Şerq Türkistan üçün hizmet kıldıgan teşkilat çokum cemaat üçün teşkilat hizmet kılış gerek. Onda bolgandan kin biz teşkilçiligimizni aşırıp bütün Uygurlarımızdan özümüzden teşkilatyga äza bolganlaryň teşkilatymyzyň äzasy, cemaatni cemaat dep aýryly. Şunda hizmet kılmasak yaxşı buldu degen tok birinci qatymyk namoýişimizde naýat yaxşı önümini gördük. Men bundan da hoşsam boldum. Rahmet. Sizninki bu tecrübelerinizden öýgensek boldy eken. Ende siz bu Şerq Türkistan sürgün hökümetige özüňiz ýaşaýan bilen hökümetniň konusynyň birisiz hemde. Hökümetke kандай garaýsyz we kандай teklip pikiriňiz bar müşäde? Bir dep berseňiz. Hökümetke 2018-nji ýyllarynyňki oturlarida 2019-nji oturlarida kirgen boldyk. Şu wagtlardaki yerlik saýlamlar bazı bu alma qytymlyk tek undaq pek dagdylyk bolmagan. Ama hemmimiz özümüzün arzusu bilen kirgendik. Kandak arzu degende, çünkü sürgün hökümet dep men dawa garlaşgan wagtymda sürgün hökümetiniň 2004-nji ýyly kurulganlygyny bildim. 2004 go deme. Kurulup şunun diýkin ýokap ketgenligini bildim. Şu anlap bakmadyk eken biz.
tashkilotlarni anglaydiq, lekin hukumatda Namda yok. Doğru. çünki biz u chog'larda o'quvchidik, ham bek kichikdiqda u vaqtlarimiz Hmm. 20 yosh, 21 yosh vaqtlarimiz. Shundan mushu hukumatga millat vakili aytibdi degandan to'xtab turay. Unda men ma tashkilotgami kuchab qo'yibdiman, tashkilotning hozir muavir raisgami. Hmm. Raisimiz kiritib qolmasin shu chog'da. Raisimiz bo'lsa, yolg'iz to'ptusa, biz ustidagilar shunaqa kirib bir ko'rpaqli siyosat ugunpaqli degan maqsadda kirgan ayni vaqtda. He. Kirib g'olam kamlar borga qarsam salihlar bo'lgandan keyin salihlardan bir narsa chiqib qoladi. Hmm. Mush bola boshlab mushuni qilgan, meni o'g'atgan mush bolada birsiga hamda opamninki kampa kiritish voqeasi, yana birsiga Solihninki uyg'otish chaqirqi. Hisob meni shu vaqtda manga nisbatan o'g'atganda, meni o'g'atgandan keyin to'xta, men mush bir mush bolalarni nima ish qiladi zodi bir ugun paqli Amerikalarda qanday siyosat yurgizildi, Fransiyada qanday bo'ladi, o'rgansak, aytgan bizniki mishat qilmoqchi bo'lgan xizmatlarimizga foydasi bo'ldi deb hukumatga kirgan bo'ldik. Hukumatga kirgandan keyin hukumatning ichida nurg'un narsani o'rgangan bo'ldik. Salbiy taraf bo'lsin yoki pozitiv taraf bo'lsin, hammasini shunday yaxshi o'rgangan bo'ldik, ko'rgan bo'ldik, ko'zimiz ochildi. Qanday jihat, qaysi yerda qanday savolga qanday javob berish, qaysi yerda qanday vaziyatda qaysi to'g'ri tanlashni qilishni o'rgangan bo'ldik. Bunday yaxshi bo'ldi, cho'ng'ildik, siyosatda nurg'un narsani o'rgangan bo'ldik. Endi bugungi kunga kelganda hisobda hukumatniki eng to'g'ri tanlashni tanlaganligimni va mushu qilayotgan ishlarga qarata bugunga qadar nurg'un tanlashlarga uchirdik. Hukumat tarafida ching turgan bo'ldik. Oxirida o'zimga qarab boqsam, eng to'g'ri tanlashni tanlab, eng to'g'ri yerda turayotganligimni his qildim. Rahmat. Endi men oddiylik qilib so'ray. Shu hukumatimiz mustaqillikdan iborat, Sharq Turkistonning mustaqilligidan iborat bu tavranmas prinsipidan chiqqan vaqtim bo'ldimi? Yo'q, undaq narsa bo'lgan bildim. Unda bo'lgan bo'lsa men birinchi taxlab chiqatdim-da. Unda bunda izchillik bor, shundaqmi? Ish harakatida. Alg'a ilgirlab mandi, shunda yaxshi ketyapti. Uning chatniga yeri yo'q. Chatniganlarni chiqarayotgan yeri bor. Har qanday shu yo'ldan chatnayman va yoki boshqa yo'lga tortaman deganlarni qat'iy ishkilanmasdan sirtqa siqib chiqaryapti. Men buningga guvoh bo'ldim. Ha, unda bo'lsa, bayta yaxshi to'g'ri men aytibdi. Rahmat, sizning og'zingizdan buni angladik. Endi yosh degan so'z umid degan so'zdir. Sizce yoshlar o'z oldiga ish tutgan tuzukmi yoki atalmish qiyirlar bilanmi hamkorlik o'rnatgan tuzuk? Qobiliyatli yoshlar chiqqansizlar, ham sinoat qobiliyatli yoshlarni. Masfol adamni qiynab qo'yadigan savol ekan bu. Endi biz Uyg'ur xalqi, Uyg'ur xalqininki bir urf endi bizga cho'nglardan miros qolgan bir unutilg'isiz bir narsamiz bor. Buni unutib qolsak biz Uyg'urligimizni yo'qotgan bo'lamiz deb o'yladim. Men chet elda 16 yil yashash jarayonida cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash. Men bu narsani bugunga qadar o'zimga endi mujassamlab kelyapman deb o'ylayman. Atrofimdagilar menga shohid bo'ladi. Onam shunday o'rgatgan. Cho'nglarning gapini yarma. Nima demaganlar u sendan cho'ng deydi. Ammo bugungi kunligimizda siyosatda bu siyosat ajoyib bir mehnat narsa ekan. Bu kirish jarayonida ajoyib yaxshi ko'p o'rgangan bo'ldik bu narsani. Buningda o'zining manfaati uchun ba'zi narsalardan cho'qim boshqa chiqitish kerak ekan-da buningdan. Shuni men o'ylayman, yana burunqi biz Uyg'ur bo'lgandan keyin o'zimizning ichidagi vatandoshlarimizga nisbatan, xalqimizga nisbatan yana shu urf-odatni saqlab qolgan asosda cho'nglarimizni hurmat qilib, kichiklarimizni izzatlasak, keyingi bizning kichiklarmi bizmi cho'ng bo'lishimizcha biz bu yosh vaqtimiz turavermaymiz. Buni men da'voga aralashib kirgili 5 yilda yetib ketdi. 5 yil jarayonida xeli cho'ngib qoldik. Ham kichiklarmi yetishib chiqyapti. Aytgan ularmi bizning yuzimizga bizning qig'inimizni shaplaq etib sas bo'lmaydi. Biz ularga ulgu bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki ularga ulgu bo'lgan vaqtimizda shularni biz mangmoqchi bo'lgan shu muqaddas yo'lda, shu muqaddas kurashda yetaklab mang'alaymiz. Bizningki bu mustaqilligimiz qachon qo'limizga keldi buni hech kimga bir xabarsiz bir ahvolda turyapmiz. Unda bo'lgandan keyin biz oldimizdagilarning manga yo'ldan ibrat oldigan yerdan ibrat ilib, tajriba to'playdigan yerdan tajribalarni to'plashimiz kerak va keyingilarga o'zimizdagi mujassamlangan shu ruhni shularga yetkazish uchun xizmat qilib, bularga bir ulgu bo'lishimiz kerak. Shuningga bu yerdagi tirnoqning ichidagi qiyirlar, bu degan gaplar men anchalik yaxshi ko'rib ketmayman. Chunki bizning ota-onamiz oldimizda turibdi. Chet elliklardek ota-onamizga sanpan deb boqqan bolalar emas. Shuningga cho'nglarni cho'qim hurmatlab, shularningki mayli nima desin, to'g'ri desin, xato desin, gapini jim turib anglashni bilishimiz kerak.
hem ularımı radiye bege vaqtda, çoğunlar radiye bege asasda. Çoğun mavi kichik yamamını tang deb turib, söz qilishning o'rni bo'lganligidek shularga to'g'ri qandaq javob berishni bilishimiz kerak deb o'ylayman. O'zini bilganni hamma yerda yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Siz buni Uyg'urningki qoida adab axloq nuqtasidan so'zladingiz. Bu to'g'ri. Biz qanday cho'ng bo'lgan bo'lsak, shunday yashaymiz. Bir millatning ajdodlaridan avlodlari qoldi, ashdan mangdi. Ammo siyosatda aql masalasi bor. Aql qandaqdir 50 dan oshgandan keyin kesilib ketadi deydigan emas. Bizningki hozir o'tirda to'rda so'zlaydiganlar aqlliqlar chiqib, voy 50 dan oshganlarning keragi yo'q bizlarga. Voy, bu Amerikada 80 dan oshganlar davlat so'rab yuribdi. Uyg'urning aqli 50 dan oshgandan yo'qolib ketamdi ekan. Demak, biz Uyg'urlar boshqacha millatmizmi? Shunday savol keldi bizga. Onda u jihatdan so'zlab olsangiz, bunday deydi. Yana men o'xshash javob berma, chunki cho'nglarning yana ko'rgan narsasiga o'xshamaydi. Balkim ular bizga o'xshash manmujiq o'qimagan. Shunday bo'lsa-mu, balkim ular bizning hozir arsimizda yetishib chiqayotgan o'qimishliq yoshlarimizga nisbatan balkim ko'p o'qimagan bo'lishi mumkin. Ammo ularningki bizga qaraganda xizmat tajribasi yanada bor, yo'q emas. Uni biz nolga chiqarib olsak bo'lmaydi. Chunki biz o'zimizning bisib o'tgan tarixidan yakun chiqarmay turib, bizning o'zimizning bisib o'tgan qadamlarining tajribasi, saboqlarini yakunlamay turib, oldiga mangimiz deganimiz, bu qaytadan bir sizib mangimiz deganimiz, bu baxatarlik. Men ishda o'ylayman, shunga yanada cho'nglarning azroq bo'lsa-mu gapini anglab qo'ysak, ularning boshlashiga kirmaymiz, ayrim o'z ishimiz qilamiz deganimiz yaxshi. Bu yoshlarningki urg'ib chiqayotgan jasorati. Men buning hargiz ko'z yummayman. Bu bir yaxshi bir boshlanish, bir ish qilaychi Uyg'ur uchun bir o'zimninki qo'ldan kelganini qilaychi deb jamlashish, o'rtaqlashish yaxshi. Ammo boshqalarning qilgan xizmatini agar to'g'ri xizmat qilayotgan bo'lsa yoki ularning ish cho'nglab ketgan bo'lsa, ularni ko'zga ilmaslik bu yaxshi emas. Shunga yana deydiganim, cho'nglarning azroq gapini anglab qo'yib turib, o'zimizdagi ba'zi kuchlik narsalarni o'tirg'a chiqishimizga hamon foydasi bo'ldi ekan. Aql bilan ish qilsak, niyat maqsad bir yerdan chiqsa, oxiri agar aql e'tirof qilinsa, demak cho'ng kichik deydigan narsa yo'q bu yerda. Bu bir oddiy, bu bir aqlli narsa, bu bir logika uyg'unlab narsa bizningki. Oralarda Xitoyninki o'yiniga desamda, bir xil haqqi, bir xil image turg'izdi-da bular. Bunday deyishdagi maqsad xuddi burunqilarning hammasi yolg'on gap qilgan, xato gap qilgan, endi chiqqan yoshlarlar mana bildigan. U demak bir davr bilim egalarini, men buni kichkina eskartib o'tay. 50 dan oshgan masalan Faraq Tursun yeshidikilar mushu vatanda bilim ilish fursatiga eng yaxshi erishgan, oqidan eng esil ziyolilar chiqqan bir davr. Bunda davrga undan keyin erishish imkoniyati bo'lmadi. Undan keyin Xitoyning siyosati ching'ladi. Bir taraflama tarbiya olgan yoshlar chiqdi desakmi vatandan. Bir xil uzilish bo'ldi. Bu ma'lum bir xil fikr bilan bir chekdan oshganlarni bir tarafga nim qilib yetish bu Xitoyning o'yini. Men ma'ni bir eskartib qo'yay. Endi Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbiri mushu 26-may rasmiy bosh ishga kirishidi endi. Bunun qarta sizningki arzu umidlaringizni bizning qilayotgan eng chong ishlarimizning birisi mushu bizning imzo qo'yish faoliyatimizdan keyingi. Siz endi bir yosh bo'lish sifatingiz bilan bunun qarta bir o'zingiz arzu umidlarini deb baqsangiz. Bo'ldi. 26-maydagi bu munbar nayte biz uningki mustaqillik yo'limizdagi yaxshi bir yig'ilgan munbar bo'ldi deb o'yladim. Shu ikkinchi aylar yilniki 5-dagi Salih Xudoyor qarindishimizniki chaqiriqi bilan hisobda hukumatninki chaqiriqini o'tirib qo'ydi shu chog'da. So'nggi hukumatning chaqiriqini o'tirib qo'ygandan keyin shu bir imzo Amerikada mustaqillikni xohlaydigan Uyg'urlarning borligini bildiradigan bir chaqiriqni imzo qo'yishimizni tashkilotlarimizni shuni chaqiriq qilganda imzo qo'ygan tashkilotlar kirdi ekan deb ondan bu 26-maydagi munbarga buni aytib suyundim chunki mustaqillik yo'lidagi nurg'unlar qilishni xohlaydigan va bugunga qadar ro'yobga chiqarolmagan bir munbar hosil bo'lish oldida turadi. Bu munbarninki qilmoqchi bo'lgan nurg'un xizmatlari bizga maxfiy holda hammamizningki shu imzo qo'ygan tashkilotlarga yepi holatda hammamizga sunildi. Shu
26 maydagi munbarga qatnashgan har bir tashkilotning rahbarlari buningdan xabar bor deb o'ylayman. Endi menga gap qolmaganda. Bizning tashkilot endi buni qabul qildi. Qabul qilgandan keyin bu munbarga qatnashishni xohlaydiganligimizni bildirdik va tashkilotimizdan rais va o'zimizniki tashkilot timizdagi qo'lliq a'zodan yana bir aylan bilan bu mustaqillik yo'lidagi munbarga qatnashadigan bo'ldik. Meningki taklif fikrlarim shu munbarga qatnashgan barliq qarindoshlar endi qanday tushundi, qanday o'ylaydi, bularni biz tunimaymiz. Men shaxsan tunimayman. Bular balkim bizni tunimasligi mumkin, ammo bir-birimiz tunimasaqmi, hammamizning kallasida shu mustaqillik yo'lidagi shu kurashga qatnashayotgan bir guruh kishilarning borligini esiga olib turib kirishini umid qilaman. Chunki har birimizning tashkilotining keyinda shu tashkilotni qo'llaydigan bir umlik bor. Shu yerda hammamiz bir-birimizni hurmat qilgan asosda o'zimizning ba'zi bir gavurliqlarni bir yoqqa qarab qo'yib turib, manchilikni bir yoqqa qarab qo'yib turib, bizchilik o'ssak shu yerda. Endi mening fikrim faqat shu, buni balkim shu kuni o'tirib qo'ygandek fursat bo'lsa o'tirib qo'yishi mumkin. Ammo biz bizchilik o'tib, shu mustaqillik yo'lidagi shu yetmoqchi bo'lgan bugunga qadar hech kim ro'yab chiqolmagan shu 60-70 yillik chet eldagi da'vo yo'lida hech kim bu mustaqillik yo'lida bunchalik tashkilotni hech qanday bir yerga eklanmagan vaqtida surgun chiqib bugungi kunlikda mushtaq bir narsani ro'yobga chiqib qilayotgan xizmatlaring 4-5 yil oyog'i qayta jonlanish jarayonidagi qilgan xizmatlarningki bugungi kunlikda birinchi qadamidagi natijasi chiqyotdi. Shuni o'ylab qo'ygan asosda hammamiz bir yerga kelsak, mencha cho'ng ishlarni qilib chiqara olamiz deb o'ylayman. Shuning ham qo'limdan kelishicha shu munbarniki gulinish uchun bizning tashkilot nomimizdan xizmat qilishga tirishamiz. Rahmat. O'z endi bu bir fursat bo'lgandan keyin biz hammamiz maqsadimiz, nishonimiz mustaqillik degan ekanmiz. Biz bir yerga kelib, o'rtoqlikni tepib chiqib, buningdan bir natija hosil qilishimiz kerak. Endi bunday fursat kelmaydi. Biz qandaqdir bir narsalarni talishib, o'zimizni cho'ng ko'rsatishga urinib qilish emas. Biz bir maqsadga yetish uchun, ya'ni mustaqillikni mustahkamlash uchun. Bu bir ish bilan bo'ladi-ku. Mushning o'zi bir ish. Mushu munbarning o'zi bir ish. Bu ishni qanday qilamiz deganning o'zi natija. Biz buni o'tirib aytgan bo'lsak, qandaqdir o sababdan bu buzilib ketib qolsa, buning ziyni butun xalqqa bo'ladi. Butun bizning umid kutgan xalqqa bo'ladi. Shunga yoshlar buningdan cho'ng umid kutib, bizning tirishibsizlar, ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bizning bu hukumatimiz qurilgandan ta hozirgacha bo'libmi, bu qatimli quriltaydan keyin biz bu xizmatimizni izchil qilyapmiz, mustaqillikni ching turyapmiz. Azaldan shunda. Ammo bu mustaqillik degan so'z bu biz eg'izda jiq deyiladi. Lekin sizga bu ibora qanday bir ibora? Andan keyin bu Sharq Turkistonning mustaqillik siz uchun mumkinmi? Bu savolga yaxshi o'ylab javob bersangiz. Shu gap chiqsalar menga bir hikoya ism keldi. Hikoya masalan amaliy ish. 2019-yili shu hukumatga kirgan vaqtimizdan keyin hisobda hukumatniki muavin bosh ministri bo'lib shu chog'da rahbarlarning o'rniga qo'yish bilan tayinlanib e'lon qilinib ketdi-da bu narsa. Kechirsiz. E'lon qilinib ketganda shuning bilan bir aylan telefon qildim. Telefon qilib 4 soatga yaqin telefon paranglashdik. Bu kishining kimligini demay, endi Dunyo Uyg'ur qurultayini qo'llaydigan bir shaxs ekandik. Telefon qilib bak yaxshi o'tdik. Ayni vaqtlarda. Fikram bu nima deb bu hukumat kirib qoldingiz, bu hukumat deb nurg'un gaplarni qilgan bo'ldi. 4 soat shu paranglash jarayonida mana bir gap bilan bak ta'sir qilib qoldi bu kishining. Biz mustaqil bo'lolmaymiz. Buni mening ko'zim yetmaydi. Deganda bu nima deydigandi deb uni oldida biz burun butunlay Dunyo Uyg'ur qurultayi deb anglaydik-da. Men bu Dunyo Uyg'ur qurultayining ichiga qadam qo'ygan inson emas, shu mustaqillik yo'liga shunga tushib ketganmanmi deyman, shu kurash kirish jarayonida. Shu gap bak ta'sir qilib ketdi. Keyin shu 2019dan boshlab shu xizmatlarni qilish va 4 yil jarayonida xuddi men aytla mustaqil bo'lib ketadigandak shundoq bir hayotni yashadim desam, buning yag'inga qilgan bo'lmayman. Chunki xuddi aytla bir uyg'onib bir kelsam bir mustaqil bo'lib ketadigandak shu vaqtlarda opam kompetenti xuddi opamni berib o'z qo'lim bilan qutuldirib chiqadigandak shu yo'lda mansam
ajoyib bir sharaf, ajoyib bir shundoq bir cho'ng bir ishqini qilib yetib mangadigandak, mishadek qarindoshlarimiz bilan bir safda turib, birinchi aeroplanga chiqib ketamiz jimo deb so'zlashib ketdik. Shu jarayonda o'yladimki, mustaqillik hisobda mushu chet elda yashash jarayonida birinchi kichik boshlangan mustaqillik nima ekan desa, o'z oldimizga ayrim bir o'ylilik uydan bir nilib, mana mening mustaqil ziminim, mana mening mustaqil uyim, mana meningki qanday ishlatgan kes shiltalayman to'g'ri bu yana qonunlar bor. Shunda bo'lsa, bu uydagi shu chegarani sizib olgandan keyin ichi meningki. Gulteramdim, yoki biz tashlab qo'yamdim, yoki mehnat qo'yamdim, ko'kka bo'yamdim, oqqa bo'yamdim, nima ishlar qilsam meningki. degan shu hissiyot bu mana haqiqiy bir mustaqillikqa bo'lgan ishonch, mustaqillikqa bo'lgan intilish bo'ldi ekan. Bu mustaqillik hammamiz deymiz, voy sen bu yerda bu yerda vaqirab chaqirib qo'yganga kelamdi deb. 2019 yılından başlap hakikaten müşahedeki qarindoshlarımızga vaqirab turib, namoyishlarımızda vaqirab turib, namoyish chiqmagan qarindoshlarimizni zo'rlab yurib, chiqinglar deb shunday kuchab ketdik. Ammo mana bugungi kunga kelganda o'ylab baksam, quruq gap qilgan eshakka yuk deb qo'ygan bir gap bor ekan. Chiq gap qilgandan amaliy harakatimiz orqali mustaqillikka yetalaydiganligimizni qarindoshlarımızga ko'rsatsak, u chaqda texim yaxshi bo'ldi degan tajribadan yakunini chiqarib, mana bugungi kunlikda mustaqillik degan nimaligini, mustaqillik siz uchun nima deganni Fransiyadagi ko'pincha kishilarning endi kalasiga kirgizgan bo'ldim. Ham o'zimizda shuruq bo'ldi uchun, o'zimizda mustaqillik, men mustaqil yashay olsam, haqiqiy vatanim ozod bo'lib shu vatanga qayta olsam, men haqiqiy mustaqil inson bo'lib yashaydi ekanman degan narsaga o'rtaq mishadiki nurg'un qarindoshlar keldik. Va shu birinchi aeroplanga chiqib vatanga qaytamiz. Agar shunday holat shakllanib qolsa deb shunga tayyorlik qilib pujg'ab qo'yapmiz endi elimizga. Harbiy aeroplanga chiqib olmaymizmi? Onunga tayyor turamiz inshaalloh. Endi yoshlar bo'lgandan keyin shu inkaslar burun bo'lib bo'lgan mushtaq bir narsa. Bir bola Fransiyadagi yoshlar aldığa chiqib ketgansizlar deb 2020-yildagi vaqtimi 21dagi. O'sha yerdagi guylar ma vatan ozod qilgan aeroplan bo'lib qolsa birinchi bora deb yezib ketgan. Endi bu yerda hamma gapni deb shurgil bo'lmaydi. Biz qonun davlatlarda yashayapmiz. Atining bir soatdan keyin nima ish bo'lganini hech qaysiga bir narsa deyolmaymiz. Shu mishadagi hamda Fransiyada ajoyib bir esil bir davlat kelib qolibdi deb o'ylayman. O'sha yashash jarayonida bugunga qadar ish qilib hamma bolalarniki mustaqillik eng ajoyib sapgan. Biz shu 2005dan boshlab mushaq chiqish jarayonida, o'sha Fransiyani bir maqtib olayman, lekin maqtovchilik bor. 2005dan boshlab chiqish jarayonida bu bolalar o'zligidan tirilishib, bu yoqqa mustaqillik degan gapga yana keldigan bo'ju. Tirishib, ishlab, o'qiyotgan, chunki o'qiydiganga bir uydan bir yordam kelmasa, Fransiyada o'qimak haqiqatan bektas. Yoki bo'lmasa bir iqtisodiy bo'lmasa, bir o'qib chiqib yoki bo'lmasa cho'qim yolg'iz yashash kerak ekan. Yolg'iz yashab, bo'ytaq yashab, o'qishini o'qib bitiradigan qarindoshlarimiz bor. Ammo yosh chiqib, 20 yosh, 21 yoshda to'y qilib, bolalar bo'lib, o'qib bitiradiganlar nihoyat oz. Ham yo'q deyarlik. Hammamiz oilaning bizini, shu mustaqil yashashninki uqmagandan keyin vatandagi vaqtimiz ota-onamiz bor. Bu yerda hech kim yo'q. Ashundaq jarayonda tovulinib bugunga kelganda hammamiz nima uchun Fransiyada mustaqillik ovozi ching yangrab chiqyotdi deganni hamma haq o'ylash mumkin. Bular nima uchun, bu kimdir? Bular kimdan keyinga kirib ketayotgandi? Ondan keyinmi, manan keyinmi deydiganlar borki, Fransiyadagi bolalar unda dötemas. Shu hech kimdan keyinga kirmaydi bular. Biz kirgan yerimiz nima desa, chet elda biz mustaqil yashashni boshqa yerlarga qaraganda yaxshi o'rganibdik deb o'yladim. Biz mishada o'zimizning kuchiga tayinib, uydagilarimizning bir mo'chinni shu neri-beri qilmay turib, mishada o'zimizning kuchiga tayinib o'qiyoladiganlar o'qib, xizmat kirib ishlaydiganlar xizmat kirib, bugunga qadar hammamizningki egizbaslik yo'q. Hammamiz o'xshash hayotni kechirib yashaganligimiz uchun, burunqi aslimimizni bilganligimiz uchun, kimligimizni tunagimiz uchun ishonchning ustiga bugünkida mustaqillik ko'rish qurildi-ku. Shuningga orasimizni buziman deb kirganlarmi g'alba qilanmidi? Biz
yiqilishiman deganlarmi ba'zi sinoqlardan o'tib bo'lolmay sal ko'ngil og'rib qoldi. Bu bo'ladi ekan, bu bir jamoat shundoq shakllanadi ekan, lekin ajoyib bir kuchli jamoatni shu Fransiyada yashash hayotimiz bizni tarbiyalab chiqaribdi va mishadagi kelgan nurg'un jamoatimizniki ben apran o'qiyman, chunki haqiqatan nihoyat isil qarindoshlarimiz, bir-birisidan kallasi uchuq yoshlar bo'lsin, amayli o'rta yoshlar bo'lsin va buningdagi yetishib chiqayotgan bolalarimiz bo'lsin, shunday yaxshi yetishib chiqyotdi. İnşallah shu mustaqillik yo'lida hammamizdan buningdan kerak konseptni mengishimiz uchun umid qilaman. Rahmat. Hammamiz mustaqillik yo'lida shunday siz degandek o'rtaq mangsak, bundan chiqsak biz hammamizning natijasi oxiri chiqadi. Biz uni buni talashib nurg'un ishlarda talash tortishdan chiqolmayli qilyapmiz. Agar xuddi bizning surgun hukumimizdek davomli izchillik bilan mustaqillikni niyat qilib turib mangsak, uning natijasi chiqadi. Bu qatormi imzo qo'yish faoliyatini bizda shunday bir aqida bo'lgani uchun, shunday bir g'oya bo'lgani uchun, ham shunga yetirganiga ishonganimiz uchun o'tirg'a chiqdik. Endi mana munbar qurib hamkorlashimiz da'vatimiz. Sizmi Fransiyaning yoshlarini da'vatsiz, hammamiz bir yerga keldik. Bularning aqlida, kallasida mustaqillik o'rnab bo'ldi deb. Oldi bilan qalbiga o'rnamoq bek muhim bu. Aqliga o'rnamoq bek muhim. Demek biz g'alaba qilyapmiz. Hem xalqimizmi shunaqa ishonadi va bizni himoya qilib bizning orqamizdan mang'ib deb o'ylaymiz. Hamda hozir ham bu ishlar nihoyatda jiddiy ketyapti. 26 may mustaqillik hamkorlik munbirimiz rasmiy ishga kirishdi. Biz hukumatimizni e'tirof qildigan Sharq Turkistonning mustaqilligini iroda qilgan. Quruq gapli qilgan emasmi? Samimiy va o'z ish harakatida buni namoyon qila oladigan tashkilotlar bilan hamkorlikni boshlaymiz. Tarixda nechirat og'ziga quruq emizga silinib aldangan etiga o'tliq sho'r peshonli kosh taqdir xalqimizga bu bir yangi boshlanish bo'lar deb chin qalbimizdan umid qilamiz. Vatan va millatga qilingan xiyonat har qanday bahona bilan oqlansa bo'lmaydi. Dunyo Uyg'ur qurultayiningki xalq qilgan nurg'un va'dalari bija keltirmoqda yo'q. Ularning shod-xuram tantanasini ko'ryapmiz. Dunyodagi eng baxtiyor millatdimi oz ko'riladigan nag'mi navosini ko'ryapmiz. Xo'sh. Dengiz yüzüge chiqqan Muzdaqning bir burjigini ko'rib qoldik. Yuzini ko'tarib qo'qqisiz rasvochilik, satchilik, buzuqchilik. Buningga baho berish har bir aql egisining o'ziga qoldi. Nurg'un gaplarni anglab ketdik, nurg'un ishlarni ko'rib ketdik. Mustaqillik da'vosi, vatan da'vosi cho'qim pok bo'lish kerak. Uning xiyonat qilganlarning so'riga cho'qim so'ralish kerak. Hamda vatan uchun xizmat qilish, vatanni so'ygandan bo'ladi. Vatan uchun xizmat qilganning qadrini qilish, o'z qadrini qilganlik bo'ladi. Kim haqiqiy mustaqillik deydi, kim haqiqiy Sharq Turkiston xalqining manfaati uchun ishlaydi, hammamizning ko'ngliga oyoq. Sharq Turkiston surgun hukumatini himoya qilishinglarni va yordaminglarni, oymasliklaringlarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Hammanglarning mush vaqtga rahmat. Mirqodir Mirzod afandim, sizning vaqtingizga rahmat. Allah emanet. Programımız müşahede tügedi. Kiler kıtımlık programımız turda yana e'lon bo'ladi. Rahmat.